Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, obunachilarimiz. Sizlarga konteynerda materialidan kichikroq joylar uchun xorilarimizni ko'rsatib qo'yaman. Bu xorilarimizning hozir uzunligi 5,5 metr, ya'ni profilli uzunligi 5,5 metrlik kichkina konteynerdan chiqadigan profil 6x6 profilidan yasalgan. Bunimizni hozir devori 3,7-4 mm shunaqa chiqadi. Bunimiz bo'lsa 4 mm o'sha konteynerda o'zini tagidan chiqadigan, tagligidan chiqadi. 1 metrli, bu ham o'sha qalinligi 4 mm, buniki ham shunaqa. Konteynerda materialidan xorilar kichikroq joylar uchun qilib berilyapti. Hozir bunimizni 1 metri 190 ming so'mga tayyor bo'lyapti. Ozgina kelishadigan joyi bor ekan akalar. Soni hozir bir 10-15 ta chiqib qoladi. Hali mana yasashda davom etishyapti. Svarkalari mana chiroyli holatda bo'lgan, hammasi qalin. Mana ko'rsatib qo'yaman. Mana svarkasini ko'rib turibsizlar. Pastda mana barmoq bilan teng turibdi. Keyin konteynerda materialidan boshqa mana bunaqa firmalar ham bor. Endi bunimiz sal elliroq firma, ya'ni 40lik 50lik chiqadi. Shunaqa materialdan bo'ladi. Bularimiz bo'lsa endi 35 ga tayyor bo'lyapti. 35lik firmamiz. Endi buni 30lik qilsa ham bo'ladi, 25lik qilsa ham bo'ladi, 40lik qilsa ham bo'ladi akalar. Joyda qanchaligiga qarab, misol menga ko'payib ketmasin, baland bo'lib ketmasin degan akalar uchun kichkinaroq, balandroq bo'lsin, g'ishim shunaqa urilgandagi darvozaxonamda desa, shunaqa 30lik, 40lik, 50lik ham qilib bersa bo'laveradi. Narxi akalar hozir bu butun profil, bu yog'i ham, bu yog'i ham butun. Shu butun holatda konteyner 5,5 metr profil chiqqani uchun shu arzonroq material deyiladi. Endi uzundan kesib olinmagan. O'zi 5,5 metr bo'ladi profili. Shundan firma to'qilgan, shuning uchun 180 ming, 185 ming, 190 ming shunaqa materialiga qarab o'zgarib narxi, choklari bo'lsa chokida narx biroz o'zgaradi, qadrli yurtdoshlar. Shuning uchun firmalarimizda iloji boricha sizlarga to'liq aytishga harakat qilaman. Hozir mana bu konteyner eshik bozidan bo'lyapti. Bu biroz farq qiladi narxida. Misol uchun bularimizni mana bu firmalardan arzonroq yuradi. Chunki bunimizni mana chokini ko'rib turibsizlar. Choki har 255 ta choki bo'ladi. Chunki bu konteynerda eshigini yonidan chiqadigan 10/5 bozi. Shuning uchun chok bo'lgani uchun bu biroz arzonroq, bu esa biroz qimmatroq. Chunki bu butun. Sababi butun profildan tayyorlangan, shunaqa zakaz bo'lgan. Endi bitta choki bo'lsa, shuni ancha arzonlab ketadi. 170 ming shunaqa narxga tushib qoladi bitta chokni o'ziga. Bu ham chok faqat tepasida bo'ladi, pastida bo'lmaydi. Shu asosiy bir tarafida bo'ladi xolos. Chokkiga обязательно plankalar qo'yiladi yoki mana bunaqa stullarga to'g'ri kelib qolsa, o'zi anchagina baquvvat ushlab qoladi. Bularni qo'sh xori qilib qo'shib ham beraveramiz. Qo'sh xori qilingan holatda bular 190 mingdan chiqadigan bo'lsa 380 mingga aylanadi, 180 ming, 360 shunaqa har xil ketaveradi narxida. Unchalik nimasi yo'q. Ransa qo'shib berganimiz bilan baribir ustiga narx qo'shilib ketmaydi. Sababi faqat двойной narx ketadi xolos. Qadrlonlar, kimlarga shunaqa deysizmi, xora deysizmi yoki bunaqa mana bu ko'rinishdagi xoradan deysizmi yoki bunaqa holatdagi firmalar kerak bo'lsa, aloqaga chiqib bemalol qo'ng'iroq qilsalaring bo'laveradi. Manzilimiz Farg'ona viloyati Qoratepa qishlog'idan bo'ldi, qadrli yurtdoshlar.